Qora sedan urug'i juda ko'p kasalliklarga davodir. Dunyo tan bergan Ibn Sino bobomiz ham sedana urug'i ming dardga davo yoki bo'lmasam o'limdan boshqa hamma kasalliklarga davo deb aytganini o'zlaringiz ham yaxshi bilasizlar. Juda ko'pchilik sedana urug'ini chaynashni maslahat beradi. Lekin chaynash keksalar uchun juda ham qiyin. Shuning uchun men sedana urug'ini mana hozir ko'rib turganingizdek blenderdan o'tkazganman. Mana shunday qilib blenderdan o'tkazasiz. Sedana urug'i bozorda ko'p, bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Va har kuni 3 vaqti ertalab, tushda, kechqurun ovqatdan yarim soat oldin iste'mol qilasiz. Ustidan qaynatib sovutilgan suv yoki bo'lmasa choy ichsangiz yana ham yaxshi hazm bo'ladi. Foyda juda ham katta. Agar bronxitingiz bo'lsa, nafas yo'li kasalliklaridan azob ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta sedana urug'ini xuddi men aytganimdek blenderdan o'tkazing-da iste'mol qiling. Foyda juda ham katta. Afsuslanmaysiz. Kanalimni qo'llab-quvvatlash uchun kanalimga obuna bo'lib, layklar bosing. Salomat bo'ling.